Voy, anu kuryer qani? Уже 1 soatga kech qolyapti-yu. Hammaga salom do'stlar. Mani ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar. Men hozir bolalar kuryerni kutyapman. Bilasizlarmi bolalar, men nima zakaz qilganman? Juda ham zo'r narsa zakaz qilganman. Ana menimcha kuryer ham keldi. Voy, assalomu alaykum. Voy, qo'rqib ketdim-ku. Assalomu alaykum. Bu siz Kompotchidaman. Qo'rqimchilik qishloqini qo'g'irchog'ini zakaz qilgan. Ha, men zakaz qilgandim. Bu birga bir o'xshaydi ekan-a. Ha, albatta bizda hamma narsa birga bir bo'ladi. Xo'p, narsani olganman deb Mamatga qo'l qo'yib qo'ying. Bo'ldi. Xo'p, men narsani oldim. Bu yoqqa esa qo'l qo'yaman. Mana bo'ldi. Xo'p, rahmat. Sizdan 10 ta izumrud, dastavka uchun esa 1 izumrud. Oho, qimmat ekan-a, lekin mayli hech nima qilmaydi. Men qishloqlarga hazil qilish uchun beraveraman. To'g'ri bolalar, sizlar to'g'ri eshitdinglar. Men buni qishloqlarga hazil qilish uchun oldim. Mana siz 11 izumrudingiz. Xo'p, bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling, xayr. Xo'p, rahmat sizga ham kattakon. Bolalar, bugun juda ham zo'r kun bo'ladi. Men bilasizlarmi, nima sotib qo'yganman? Endi hozir o'zingizlar ko'rdinglar-yu. Qaranglar, bu birga bir o'xshayar ekan, qaranglar. Men buni kechqurun bitta o'rtaga qo'yib qo'yaman. Qishloqlar qo'rqib ketishadi degan umiddaman. Mana mashtiga qo'yib qo'ysam kechqurun juda ham zo'r bo'ladi. Men уже ertalabdan tayyorlanishni boshlayman, chunki vaqt yo'qotib nima qilaman? Bolalar to'g'rimi? Hozir qishloqlar hammaligi o'ynab, kulib yurishdi, lekin ular hozir bilishmaydi kechqurun nima bo'lishini. Xo'p, ungacha hozir men buni qayerga bekitib qo'ysam bo'larkin-a? Xo'p, kelinglar unda men aniqlarda bitta kichkina rosal chuqur qilaman-da. Xo'p, men bitta, где-то mana mashtlarda chuqur qilib, mashtga qo'yib qo'yaman-da, keyin esa qazib qo'yaman. Kechqurun bo'lganda men buni olaman. Juda ham zo'r bo'ladi bugun kechqurun bolalar. Xo'p, o'zim bilan lopata oldim. Xo'p, hech kim yo'q, to'g'rimi? Men bitta ham qishloqlar yo'q. Bo'ldi, xo'p, buni endi sekin ko'tarilsa ham bo'lardi. Namuncha og'ir bu. Xo'p, ko'taril. Namuncha og'ir bu. Bolalar vashcha og'ir ekan-ku bu. Xo'p, qanaqa qilsam bo'larkin-a? Xo'p, qanichi? Men bu ketidagi korobkasini olib tashlasa bo'larmikin? Bolalar nima deb o'ylaysizlar? Menimcha bo'lsa kerak-yu, to'g'rimi? Bu korobkani ichida-yu. Xo'p, to'xtanglar. Xo'p, men bitta o'zimga bolta olib chiqib oldim. Ana olsa bo'lar ekan bolalar, kelinglar, men boshini ham olamiz. Men bitta qonni qaranglar, bu birga bir o'xshashini. Mayli, xo'p. Kelinglar, buni ham olamiz. Voy, men buni tushirib yubordim bilmasdan. Bu juda ham qimmat turadi-yu. Hech nima sinmagan degan umiddaman deb boru. Xo'p, mayli, voy, hech nima qilmagan bo'lsin dey iloyim. Xo'p, endi buni sekin ko'tarib chuqurga olib borib qo'yish kerak bolalar. Xo'p, buni mana bundoq qilib olamiz. Ana bo'ldi. Voy, namuncha og'ir bu. Xo'p, tezroq borib qo'yish kerak. Bu vashchi og'ir ekan-ku bu. Xo'p, qanichi? Men mashitda menimcha kofe sotishsa kerak-ya. Men bitta kofe bilan ponchik yeb olsam bo'ldi. Juda ham zo'r bo'lardi. Men hozir qayerga keldim? Qanaqadir qishloqqa kelman. Tushunmadim. Oyoqda nima bo'lyapti? Voy, to'xtanglar. U qishloqiga nimadir qilib qo'yibdimi? To'xtanglar, sal yaqinroqga boringchi. Xo'p, qani? Ko'ryapsizlarmi? Qishloqiga nimadir qilibdi. To'xta, dommisan, nima qilyapsan bu yerda? To'xta. Voy, assalomu alaykum. Siz men noto'g'ri tushundingiz. Bu oddiy qo'g'irchoq bu. Noto'g'ri o'yladingiz siz. Yo'q, men hammasini ko'rib bo'ldim. Qo'lingni ko'tar, dommisanga. Bo'ldi. Xo'p, qo'limni ko'taraman, faqat otmang, iltimos. Men rostdan aytayapman, men sizni aldamayman. Bu oddiy qo'g'irchoq. Yo'q, men senga ishonmayman. Men hammasini ko'rdimman. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Qo'g'irchoqlar bunaqa rostakasblik bo'lmaydi. Sen kimni aldayapsan? Men yana hammasini ko'rdim-ku. Xo'p, bo'ldi, sen qimillamay tur, men oldinga kelaman. Xo'p, qimillama domman, qimillama. Xo'p, qimillama domman senga. Xo'p, endi qo'lingni orqaga qilma, qo'lingni boylab qo'yaman. Xo'p, qanichi, bundoq qil. Xo'p, bo'ldi. Voy, sen bechora qishloqiga ne bunaqa qilding? Voy, aka, men rostdan aytmoqman sizga, bu oddiy qo'g'irchoq, men sizni aldamayman-u. Voy, mayli, men seni hech kim kelmayapti, men hammasini o'zim ko'rdim. Xo'p, tezroq hozir doktorlar bilan militsiyalar chaqirish kerak. Xo'p, birinchi, men ikkinchi, men tezroq militsiyalar bilan tezroq doktorlar jo'natib yuboringlar menga.
Xo'p, qanicha endi menga san aytib berchi, nimaga san bechora qishloqi bilan bunaqa qilding? Voy, milisa aka, men sizga rostdan aytyapman, bu oddiy qo'g'irchoq bu. Yo, bo'lmagan gap bu. Qo'g'irchoqlar bunaqa rostakasmlik bo'lmaydi-yu. Voy, men o'shancha shunaqa rostakasmlikka o'xshatgandan zakaz qilganman, qishloqlarga hazil qilish uchun. Siz esa meni sezib qolib, noto'g'ri o'ylab qoldingiz. Voy, men buni qaranglar, kimdir ishonadi deb o'ylayaptim shu aytib berayotgan ertagiga. Qanaqa qilib sani insofing yetyapti shunaqa aldashishga? Mayli, sen shu yerda o'tirib tur, men doktorlardan so'rab kelay, qishloqqa qalay ekan. Doktor, qishloqqa nima qilibdi, yaxshimi? Nu qarang, militsiya, hozir laboratoriyaga borib katta ekspertizalar qilish kerak bu nimaligini bilish uchun. To'xtang, bu o'zi nafas olyaptimi, puls bormi? Yo'q, lekin hozir nafas olmayapti, pulsi ham yo'q. O'shancha laboratoriyaga borib ekspertiza qilish kerak. Bo'ldi, qanaqadir ekspertiza qilish shart emas, nafas olmayotgan ekan, o'zi bo'ldi. Tut, san oting kompotmidi? Sanga bitta yomon xabarim bor. Doktorlar aytishi bo'yicha u nafas olmayotgan ekan, pulsi yo'q ekan. O'shaning uchun tur, san bizlar bilan qamoqxonaga borishing kerak. Tur deyapman sanga. Ne yetarvosida, endi puls bo'lmaydi, nafas olmaydi, qo'g'irchoq bo'lgandan keyin. Bo'ldi, yur, ko'p gapirmagin deyapman sanga. Yur, tez orqamdan, yur. Hop, san bilan endi biz qamoqxonada gaplashamiz. Voy, meni eshiting, bu oddiy qo'g'irchoq deyapman-u. Tez chiq, moshinaga borib, mashinani ochinglar. Voy, tushunmadim, bu rosa qamoqxonami? Siz ustimdan kulyapsizlarmi? Davay, teskari chiqarib, bu san endi yangi uying bo'ladi, teskar. Voy, men noroziman, men advokat kerak, menga advokat beringlar. Xavotir olma, senga advokat beramiz. Unga chamasi sen shu yerga kirib tur. Voy, bolalar, meni rostdan qamoqxonaga olib kelib qo'yishdimi? Sen kim bilan anta gaplashyapsan? Teskar deyapman, davay, tez. Zinaga chiq, oxirgi qavatga chiq. Voy, militsiya, men sizga rostdan aytyapman, bu oddiy qo'g'irchoq edi. Meni ham eshiting, iltimos. Bo'ldi, davay, tezkor. Hop, sani xonang 18-xona. Oho, menga dash xona ham qilib berdinglarmi? Mayli, endi sen masjidga kir, endi masjidda sen qo'lasan. Kirdimmi? Nimalar qilyapsiz? Men ustingizdan shikoyat yozaman. Sen o'g'rini hech kim eshitmaydi, xavotir olma. Voy, bolalar, meni rostdan qamab qo'yishdi-yu. Men oddiy qo'g'irchoq zakaz qildim qishloqlarga hazil qilish uchun. Lekin qaranglar, meni qamab qo'yishdi-yu. Yo'q, men bu yerdan qanaqadir qilib qochib ketishim kerak. Hozir esa men unda plan o'ylab topaman qochib ketish uchun. Men ventilyatsiyadan qochib ketsammikin? Yo'q, bu yoq bo'lmaydi lekin. Xo'p, doktorlar, mana ishim bo'yicha sizlar meni chaqiribsizlarmi? Biz sizni chaqirgan edik. Xo'p, biz ekspertiza qildik. Ekspertiza etishi bo'yicha bu rostdan ham qo'g'irchoq ekan, hech qanaqa qishloq emas ekan. To'xtanglar, nima qanaqasi rostdan 100% tekshirdinglarmi? Ha, biz 100% tekshirdik. Ekspertiza etdi. Bu qo'g'irchoq ekan, hech qanaqa qishloq emas ekan bu. Voy, men uni qamab qo'ygan edim-ku. Men nima qilaman endi? Qanaqa qilib chiqarishim kerak ekan endi? Lekin biz sizga aytgan edik, birinchi bo'lib ekspertizani kuta qolaylik deb. Siz esa bizga quloq solmagandi. Biz ekspertizada tekshirdik, ekspertiza 100% qo'g'irchoq deyapti. Boringlar ekspertizalar bilan sizlar. Voy, men mana buni qamab qo'ydim. Qanaqadir noqulay bo'lyapti-yu, qanaqadir qilib buni chiqarish kerak endi. Xo'p, bola, qaranglar, men nima topib qoldim. Mana kitobli polkalarning orqasida bor, mana bunaqa joy bor ekan. Endi mana ventilyatsiya joyi bor ekan. Mana shu yerdan sekin chiqib ketaman, men hech kim yo'qligida. Xo'p, unda kelinglar, tez mashinani bizamiz-da. Xo'p, bizaman. Xo'p, ana bo'ldi, endi qochib ketaman men bu yoqdan. Xo'p, to'xtanglar, mana bu yerda pauchinalar bor ekan-u. Xo'p, mayli, hech nima qilmaydi, qochib ketishimga zarar qilmaydi. Xo'p, mayli, qanicha. To'xtanglar, mana bu yerda qotib qoldim. To'xtanglar, tushib ketmasam bo'ldi. Xo'p, mana bu yerga mundoq qilamiz. Antizina bor ekan, o'sha yerga ketishim kerakman. Oppa, ana bo'ldi, tushib oldim. Hop, endi esa bu yoqqa, voy, bu yoqda qanaqa pavuk bor? Qaranglar, pavuchinalar ko'pligini. Hop, endi esa men sakrab antiga o'tib olishim kerak ekan, to'g'rimi? Hop, mayli, ketdi bolalar. Ana bo'ldi, tayyor. Hop, endi esa tepaga chiqamiz. Men qanaqadir lyuk ko'ryapman tepada. Hop, qanicha. Hop, menimcha tomga chiqdim, bolalar. Hop, bu yoqda hech nima yo'q ekan. Hop, qanicha, qaranglar, bu yoqda hech qanaqa kameralar ham yo'q ekan. Namuncha g'alati qamoqxona bu. Mayli, hop, qanicha, bu yoqda nima bor ekan? Hop, sekin qaraymiz. Xo'p, bu yoqda hech nima yo'q, hech kim yo'q. Qaranglar, men baland binolarda ham hech kim o'tirmayotgan ekan. Voy, qamoqxona vashshi g'alati ekan, lekin bor. Hop, sekin tushib olish kerak endi. Men bu yerdan oppa, ehtiyot bo'lamiz. Sal qoldi bolalar. Hop, mana endi tushamiz, ana bo'ldi. Bolalar, men tushib oldim. Endi qochib ketamiz bu yoqdan bolalar. Hop, sekin, hech kim yo'q bu yoqda, to'g'rimi? Hop, hech kim. Endi bo'ldi, ketdik bu yoqdan. Voy, militsiya, voy, doktor, sizlar bu yoqda nima qilyapsizlar? Tushunmadim, kompot, sen bu yoqda nima qilyapsan? Mayli, men to'g'risini
aytaman, men qochib ketayotgandim bu yerdan, chunki sizlar meni noqonuniy qamab qo'ydinglar. Nima bizani qamoqxonamiz shunaqa g'alati ekanmi? Nu shunaqa ekan endi. Men hozir doktor bilan gaplashdim. Ekspertiza etishi bo'yicha bu rostdan ham qo'g'irchoq ekan. Minecraft militsiyasi tomonidan uzr so'raymiz biz kattakon. To'xtanglar. Nima ekan? Nima dedingiz hozir? Minecraft militsiyasi tomonidan kattakon uzr so'raymiz. Voy doktorlar, rahmatliga kattakon, hozir to'xtanglar. Sizlar meni qo'g'irchoq deb meni mashina tiqib qo'ydinglarmi qamoqxonaga? Hozir endi sal g'alatiroq ish bo'lyapti. Men ham noqulayman sizni oldingizda. O'shaning uchun Minecraft politsiyasi tomonidan sizga podarka qilmoqchimiz. Bitta korobka ponchik. Tushunmadim. Sizlar hozir menga pistolet ko'rsatib turib, meni qamoqxonaga olib kelib, qamoqxonaga qamab qo'yib, hech qanaqa sud qilmasdan, ekspertizani kutmasdan meni qamoqxonaga olib kelib qamab qo'yib, endi menga qanaqadir ponchik bermoqchimisizlar? No, lekin endi malinali-da. Nima malinali deysizmi? Bo'ldi, men roziman. Xo'p, rahmat. Juda ham zo'r ekan. Sizdan yana bir marta uzr so'rab qolamiz biz. Bo'ldi, xo'p, uzringlarni qabul qildim. Lekin boshqa unaqa qilmanglar, ishingizga qattiqroq qaranglar, xo'pmi? Bo'ldi, o'zi sizni ham g'alatiroq joyda ushlab qoldik, demak, noto'g'ri tushunib qolib. Ha, to'g'ri. Mayli, men ketdim ponchiklarni yeyishga. Bolalar, bugun lekin yomon kun bo'ldi-da, boru meni militsiya hech qanaqa sud qilmasdan, ekspertizasiz pistolet ko'rsatib turib, meni qamoq yopib tiqib qo'yishdi. Zato menga malinali ponchik berishdi bolalar. Agar sizlar bilmasanglar, men juda ham sevaman malinali ponchiklarni. Nushta bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.